Assalamualaikum dostlar, qanday ahvalinglar? Men do'stinglar Hatto. Bugün sizlar bilan bir axloq, bir ibodat darsi o'rganamiz. Oldi bilan kichik do'stimiz bizga tomoq yeyishning adablarini so'zlab berdi. Tomoq yeyishdim burun bilan qulhuvallohu ahad. Tomoq yeyishdim burun qo'lni pokiz yeymiz. Bismillah deb o'ng qo'l bilan boshlaymiz. Shayton yeydi so'l qo'lda, musulmonlar o'ng qo'lda. Deymiz tomoqdan elhamdülillah. Bular tamiştin adabları sünneti. Salam dostlar, men bu yil 10 yaşımga kirdim. Biz 10 yaşımızga kirganda tahorat edish, namoz o'qish va tahorat ve namazda buzulan ishlarni o'rganishimiz kerak. Shundaqla 5 vaqt namozni tashlamay o'qishimiz kerak. Chunki payg'ambar alayhissalom bizga 10 yaşımızga kirganda namozdan intayin muhim bo'lganligini degan. Shunga biz bugun namozdan birinchi shart bo'lgan tahorat edishni o'rganamiz. Biz tahorat almoqchi bo'lganda birinchi Bismillahirrahmanirrahim deymiz. İkinciden iki qo'limizni pokiz yuyamiz. Uchinchidan og'zimizni 3 qatim chayqaymiz. Undan keyin burnimizni 3 qatim chayqaymiz. Undan keyin yuzimizni 3 qatim yuyamiz. Undan keyin ikki qo'limizni jaynakimiz bilan birga qo'shib yuyamiz. Undan keyin ikki qo'limizni ho'l qilib beshimizni ham yana silaymiz. Undan keyin ikki putimizni o'shqimiz bilan qo'shib yuyamiz. Mushu tartib bo'yicha men degandek qilsanglar tahorat olgan bo'lsizlar. Tahorat olganda bizning gunohlarimiz bilan yuyilib ketadi. Assalamu alaykum hatta. Aleyküm selam. Sual cevap programımızga hoş geldiniz. Hoş buldum. Ben sizden so'rab baxsam, men siz degandek tahorat ilib nim qilsam tahoratim buzilib ketadi. Adash birinchidan cho'ng kichik tahorat qilish, ikkinchidan yel chiqarish, uchinchi og'iz to'shqcha chiqish, to'rtinchidan uxlash. Adash mügdeb qalsaqchi? Yo'q, yengil mügdesh buzmaydi. Ama etrafidagi odamlarning ovozini tuymog'idek jiq mügdeb qalsa buzadi. Allah razı olsun adash, hamda bo'lib oldi. Rahmat sana. Like unutmayın. Aşağıda abone olmayı da unutmayın. Like olmayı unutmayın. Aşağıda abone olmayı tuşuna basmayı unutmayın. Aynen, yorum yazmayı unutmayın. Namaz kılmak istersen abdestini al hemen. Namaz kılmak istersen abdestini al hemen. Eğer bilmiyorsan sen gel öğrenelim hemen. Eğer bilmiyorsan sen gel öğrenelim. Sıra yüzüne geldi, yıka 3 kere haydi. Sıra yüzüne geldi, yıka 3 kere haydi. Dirseklerle beraber 3 defa da elleri. Dirseklerle beraber 3 defa da elleri.